Пожалуйста. Ha? Ну, пожалуйста. Bo'ldi, boshqa ichmaymiz. 100 gram iç. Yo, sizni hurmatingizni qilib ichdik. Qayerda ko'rgansiz Qorbobo ichganni? Arı baba 100 gram içkin. Aka, Qorbobo ichsa erib ketadi, tushunyapsizmi? O'ldirdingiz. Ichaman debdi. Ha, xola. Ha, Siz menga bitta o'g'lim bor dedingiz, bular kim? bolalarim? Fabrikamiz deyman, bola ishlab chiqarasizmi? Ptitsa fabrikaman, nima edi? Menga farqi yo'q. Men eshitib bo'ldim bittasini. Sovg'asini beraman, ketaman. Men senga sovg'a. Iya, o'zimizda stoldagi sifat pechenyasini beryapsiz-ku. Nima beray? Nos beraymi? O'zida olib kelgan sovg'alarni bering. Sovg'ani dadang beradi, tushundingmi? Oltin qanot Taq bo'lay. Xola, davay, amin. Aya, qo'rqiq sigaret chekadimi? Ne unaqa debsan? Ko'chada qo'rqiq sigaret chekibdi-da. Parod qilib. Sharmanda. Sharmanda. Qanisan? Videoda jo'mani ham gapim o'chib qoldi. Qorbobo! Sabrlab. Yashanganga zo'r mujik aka, ayol ekansiz. Mana xotini eringizni urushmang, mujik ekan lekin urushmang, xo'p. Qo'ying. Mana bitta ichsam maylimi? Ey, haq! Nima qildingiz yanga hozir? Yo'qotdim. Endi hech kim bo'lmay turing aka. Nima qilyapsizlar endi? O'ldimi endi u? O'ldi. Siz maqsad deysiz. Ismingiz maqsadmi? Nima maqsad? Maqsadni aytaymi? Maqsad mana shu Qo'zigulni sevaman. U uchun jonimni fido qilaman. Seni sevaman Qo'zigul. Ha, shoxchangga seni. Uni biz tushundik. Maqsad nima? Sizni maqsadingiz nima, amaki? Nima maqsad? Mani maqsadimmi? Bola. Derazadan to'g'ringlar. Qorqizni menga qo'yib beringlar. Asta kayfim bor. Asta o't faqat. Qo'ykizda ekansani. Fotar. Kimni qizisan sen? Eshitmaydi. Ana bedinstda o'qiydigan qizim bor. Asta! Ay! Hep basharay qursa qo'ling shutsin. Qo'zigulmi, qo'zivoying boshingda qolsin. Yangi yil ham tiqting.